Hammaga salom do'stlar, bu Boy va kambag'al 3-qismi. Manani Boy qamab qo'ygan. Boy plus qamab qo'ygan mani. Hali qamaganiga qasos olamiz. Bo'ldi, nima qilsa bo'ladi. Uylab qo'yganman men. Boy aka, nima gap? Yaxshi. Ochasimi mani? Yo'q. Unda o'zim qochaman. O'zini o'ldiraman. Ketdim. Ya qo'shdimi? Boy aka har doim rekreativ rejimdalar. Boy aka uydan o'g'irlab qo'shdim. Men olmos kiyimdaman. Men uxlayman. Ana turdik. Boy aka, eshigim nima bo'lgan? Ana tejab ishlatdik. Mazza. Do'stlar, 3-qism final. Boy akani o'maramiz. Asta Boy aka pastda. Boy aka pastda yuribdilar. Asta. Qoch. Bu nima qilyapti bu yerda? Bunaqa narsa yo'q edi shekilli. Boy aka, yonyapti, nima bo'ldi? Bilmadim. Nima qilyapsan? Qolib ketdi. Bo'lmamasmi? Qo'yaman. Ne ishi? Qochish kerak. Ana qara, chiroyligini qaranglar, buncha zo'r. Bunaqa emas edi shekilli. Kim qildi? Meni yerga tushibdi-ku bir ikkitasi. Ular sanga. Rahmat Boy aka. Ish yo'qmi? Ovqat topaymi? Top. Hop, Yondirgan qilichda, yondirgan qilich bilan top. hop bering. Mana yondirgan qilichim yo'q. Sizda bor aka, aldamang Boy aka, bering. Sen qayerdan bilding yo'qligini? Boyaman yondirdingiz-ku. Men yondirmadim. Bering Boy aka. Boy aka, sandig'ingizda nima bor? Hech narsa yo'q, qo'rimsoq. Voy ekan, divon emas ekan. Qulaygina ekan, yumshoqqina. Boy aka. Ketdik, poyezdda aylanamiz.
boy aka yondirayotgan qilishda topmayman ovqat. Atrofda hayvon yo'q. Ovqat qidiraman desa. Qani mana shuni qo'yishchi. Ha, yo'q, halimas, ovqat beray sizga men ishlang. Bo'ldi, kerak emas. Sen yondirayotgan qilich topmoqchi. Bo'l. Lapatkamni qayerdan olding sen ba'zi? Qo'ra lapatkam ko'p. Men ishlang hamma narsangiz. Mana narsalarim. Boy aka, sayohat qilamizmi? Mini oldinga. Bo'ylar doim oldinga o'tiradi. O'tiring boy aka, o'tiring tez. Boy aka, nima qilyapsiz? O'tirdi. To'xtang, haydamang. Ikkalamiz birga haydaymiz. Haydang. Boy aka uxlab qoldi. Bo'llar tush kerak. Tush. Ketdi boy aka uyiga. Boy aka uxlab qoldi. Eshik ochilmayapti. Do'stlar aytgancha 3-qismda sizlarga mana tugma nimaligini aytmoqchi edim. Hozir aytaman. Bu tugma boy aka uyiga teleportatsiya bo'ladi mana. Uyda paydo bo'lib qoldim, ko'rdinglarmi? Mana sandoqlar. Hamma narsani olaman. Olaman. Shuncha o'lmozlar. Bo'ldi, yetadi menga. Tomdan qochaman. Qoch. Do'stlar, hozir boy aka meni quvib yetib oladi, o'shaning uchun men videoni o'chiraman. Hammaga xayr do'stlar. Obuna va like bosib qo'yinglar. Xayr.